Şuncha yil xizmatinglarda bo'lganimdan hurmat uchun bo'lsin azizlar. Mushu filmni to'liq bir ko'rib, bir do'stlaringlar tarqitib qo'ygan bo'lsanglar, yurak bermasanglar mayli. Faqat atrofinglardagilarga tarqitadigan yeringlargacha bir tarqitib qo'ygan bo'lsanglar azizlar. Hozir bir telefonni topshirib oldim. Telefonni topshirib, telefonni qo'yibla ma filmni ishlayapman. Mashina chiqandiq. Mana gap azizlar. Meni hozir Xayrigul vayron bo'pti. Naqshini o'chirib turing. Xayrigul vayron bo'pti. Dilxush qaplama oltinchilikqa vayron bo'pti. Hozir endi qaplama oltinchilik qilmaydi ekan. Burunqi ja to'mir tasaklarini sotib turibdi degan gaplar. Aytayotgan bir meni Bo'ldi ha. qanday otamoqchiman? Mushu burunqi yana shu ja to'mir tasaklarini sotib turibdi. Xayrigul vayron bo'pti degan xabar hozirlan men xotinni topshirib oldim bir telefon bilan. Hayron qopdiman. Qanday gap bu nima deyapsiz desam, sizdan qaplama oltinchilik qilmamsiz. Biz bundan burun sizdan olgan qaplama oltinlarimizni qanday kimga o'tkazamiz? Hozir xotinga mashtaq bizim urug'tiq qoldini angladik. Bir ketibdi, sizni qaplama oltinchilikdan vayron bo'lib, yana burunqi jozib zinatlarini sotqil turibdi degan gaplar bir ketibdi-ka. Shunga bizmi sizni 10 mingga yaqin mal olgan ukam. Shunga ansirab, ma nima qilishim, telefon qilishim deb. Anlap şunçilik ko'nglim yerim bo'ldi tuqqanlar. Bek ko'nglim yerim bo'ldi. Öpkem eslep to'xtab qoldim. Endi mishada bir tushuncha beray sizlarga. Jinim tinimdalan bo'ldi ekan. Qaplama oltinchilik men Shinjong bozoriga bundan 3 yil burun akirgan narsa. 2,5 yil bo'pti bu ishlig'im, 2,5 yil burun. Endi qaplama oltinni deb qanchalik bedel to'laganimni bir özüm bilmem, ailemdekiler biludi. Meninki burunqi fensilerim bolsanglar bilisizlar, qaplama oltinni hemen qancha yildan tortib Shinjong bozoriga olib kirgan. Men qaplama oltinchilik qilgan vaqtda ashu hozirgi xili cho'ng qaplama oltinchilikda xil namchi ketgan lodalar o'z vaqtida ya oltinnisi oltin emas, kumushnisi kumush emas, nadiki bir narsani qaplama oltin deb oltinni inatini tushirib bu pul pokiz emas, yey andag'ay mandag'ay deb ma etib qo'ying. Andag'ay mandag'ay deb shuningmi har xil gaplarni topgan o'z vaqtida. Men yangi qaplama oltinchilik qilganda hozir qanday bo'ldi? Voy, buning puli pokiz emas deganning hammasi o'zi shu qaplama oltinning eng cho'ng pifalarini qurib qilib ketdi-ku. Bu shunchalik gap tuqqanlar. Endi men shuncha bedelini to'lab, shuncha riyozatlarni chekib endi o'g'anda men qaplama oltindan onda tez voz kechmayman. Bu birinchisi. Men qaplama oltindan foydalanmagan taqdirda do'konni taqib etmayman. Chunki men sotgan xaridorlar uni yana mening o'zimga sotib etmasa, boshqalar oladi, lekin boshqalar to'van persanga urib oladi. Faqat men o'zimlam qanday bergan bo'lsam, talonda yezilg'ini bo'yicha men buni 90% urib qaytirib sotib olmayman. Boshqa yerga olsanglar balki 85 ga yoki 80 ga va yoki 75 ga qilishi mumkin. Qarab turib men sizlarni buni ziyon uchratmayman tuqqanlar. Endi ma joz buznatlarini ishiga kelsak, biz aslida do'yin jiboni qo'zg'itib, shu nim qilmoqchi edik. Qaplama oltinlarni seri qarog'i isib, satayli deb mana o'ylashgan. Shuning bilan buning iliq Diamponing nomerini ko'taradigan bir ish bor ekan. Diamponing nomerini ko'tarish uchun buningga xili jiqmal sotgan vaqtda nomer ko'tarildi ekan. Qanaq saq bo'lar deb mening ash burunqi do'kondagi mollarimning hammani men nim qilib qo'ygan emasmi? Ash ambaq bisib etgan. Qaplama oltinchilik qilgandan tortib mana izchil oldikayni 1,5 yil bo'pti. Ben jibomi qilib boqmadim, ham burunqi jozib zinatlarimni sotmagan. Hattoki do'konga kelgan xaridorligimni bekorga so'qsam qildimkin, burunqi mollaringiz bormi deb kelganligiga, men taqinga deb basam berdimkin, hargiz pul sotmagan. Ashu xaridorlarim bo'lib qolsang, pinglinchiga bir vijdonim bilan bir yezib yiqillar, jinim tuqqanlar. Endi bu qitim Diamponing nomerini ko'tarish uchunlar mushu narsalarni bir sotayli deb qarasam bu oz narsa emas ekan. O'ylab yiqqanlar oz narsa emas ekan. Ashu halqininki tanga pejandimmi 3000 jup olqi chiqibdi oldikayni. 7 ko'ydan kiran to'lab evasini taplam chiqarib qo'ydim. Amliyatda ashuningdan men foyda qilamda? Yo'q, ziyonlam. Buning kirasi bor o'ylab yiqqanlar. Men o'z vaqtida ashu narsani Guangzhouga berib, qar mobillarni o'zim birma-bir tanlab elib, o'zimiz beshib turib, buningki Jiangshou nemisini qilib, dojingsini qilib qolgan mallar hammasiga biz kallasida turib, ash oltin pardoz qilib turib, menda chiqargan mallar o'zim beshta qarab turib, er-xotin ikkimiz beshta qarab turib chiqargan mallar uning hammasi. Endi bo'lganda
o narsalarni tashlab o'tay desam, qo'sig'im og'riydi ekan. İşte bir xaridorlarim bir kirasini to'lablam avasunchu, nayt kesi ballarimning go'ng ketdi ekan. Deb yasanlamani balla deb qilsam balla yasab qolgandi, uning alqilari abi 3000 jupdan jiqroq alqi chiqibdi. Uni seri qaruq esib qo'ysam, u tugidi. Qarasam qo'limda xeylanjiq narsalar bor ekan. Bu bek bereketlik oldu-chu buzi net degan. Shuning bilan uni qilib, buni qilib, hozir bir 3-4 xil uzuk bir narsa qopdi. Shu cho'ng zanjirni 19 ko'ydim, ba'dim o'ylab beqinglar. Kim unda berdi? Kim unda berdi? Ziyan bo'lsinmi, chidab, tashib etgandan yaxshi. Mushun olgan odam taqab, ey mush Dilxush Xayriguldan olgandim deb xo'shib qolsa, men shuni o'zi yetar. Men shuni qilib qo'ygandim. Endi jiqqanmidi u mallardan? Yani bir 3-4 günde tügenmi ya bir hafta tügenmi? Aşı tügesem yana anadan keyin qaplama altınlarını seri qaruq esib qilib berme tuqqanlar. Qaplama altınlarını doyuncu bu qilib berme. Muşununga men birinci aydan tatip hesaptaşında mı Sulaymancan? Şu yeni yılın harpisini tatip men doyunga jibo qiliblam kirdim. Ben 10-15 gün boptu mana muşu jarayonda meni vayron boptu. Andagay mandagay qaplama altınçılıqda vayron bop, yani burunqi ja tömöt asaklarını satqıl turibdi deb ig'izin poq iqitib shunchalar gaplarni tarqitibdi. Bu hamda men bu xabarni Xotandan kelgan telefondan uqdim. Ko'ngillar yerim bo'lib qoldigan bo'ldi. Partiyamizningki, hukumatimizningki siyosati shunda yaxshi. Puhralarını her cihetten qo'llayotdi. Uyabiyak berib malakimiz desek, yo'llar ravan berib aldığından ilib saq salomat kelgin deb bizga shu yo'llarni beryotdi. Endi salomatchilik bilan bo'lsam, men bu ishni tashlamayman tuqqanlar. Mushunda bir gap topqicha, men haqqimda o'ylanib, men haqqimda fikr qilib, uni buni qanda bo'lganmidi, manda bo'lganmidi deb eg'izingizdan poq tamchi deb yurgicha. Ballaringning g'imini qilib qo'yinglar, o'zingning g'imini qilib qo'yinglar. Pul topmoq tashlashib ketdi. Atogin ko'chada qolmanglar, yana kirdiganga tushkun topolmay qolmanglar tuqqanlar. Chunki men to'g'riliq 10 ko'p muloyiza qilmanglar. Men nayt oddiy bir ayol. Mana erim shu qarab qo'ygan logom. Biz bek oddiy odamlar-ku. U meni 10 volayliq bir shaharga bir davron qilib mangdurg'idek darajada men unda cho'ng ayol emas. Nayt oddiy bir ayol. Meni aile kelib chiqishim bunday oddiy bir oilada tug'ilib cho'ng bo'lganman. Meni unchalar muloyiza qilib ketmanglar. Jumi qaplama oltin deb qapsizlar. Xotan 4-tarmoq do'konni men taqib etgan. U do'konni hozir abiviskisini shu mening Dilxush degan markamga yaqinlar bir ismini birini qo'yib ichib o'tibdi, lekin u mening do'konim emas, uningdan boshqa Lobda, Nida, Yakanda, Urumchidamış 4 yerdagi do'konim izchil ochiq. Men taxe bir haftaning oldida bir haftam bo'lmabdi. 4 kun bo'libdi. Her qaysi tarmoq do'konlarimga yangilik mollarim kelgan. Her bir malni biz tarmoq do'konga birdan yostimiz. Her bir tarmoq do'konlarimga yangidan kelgan mollarini sapadim. Partiya hukumatimizning kimishda yaxshi rahbarligi ostida shunda ishlarim ravon ketib bordi. Rahmat hammanglarga. Meni shunchalik bir sarosimiz nima xaridorlarimni shunchalik sarosimiz qilgandek, ashla gap taqtalabsizlar. Rahmat. Amsa mushu filmimni sizlarning shuncha yil xizmatingizni qilibdimi aziz tuqqanlar. Ve aldığında kichikgina bir mush ayolning mollari xili yaxshi edi. Mush ayoldan azdir ketdim men bir naf olgan, mush ayolningki bir nimasiga erishgan deydigan, menga bir mushunchalik ko'nglimda bir minnatdorligingli bo'lib qolsa, sizlardan bir o'tinib qolay. Mushu filmni aslida bir Juan faqib yollaydigan yeri va aşağıdan bir do'stlaringlarga tarqitib, ko'plab bir tarqitib qo'yinglar. Mumkin bo'lsa, ish yurak belgisi besivasanglar, ma filmimning tushib ketmasligi foydasi bor. Sizlardan bir o'tinib qolay. Ma'qulamsa, men vayron bo'lmadim, ichiyotiman. Endi bir jinimni nechiga bilanmaganlam yerim bor. Qaplama altınlarimning tujasini vaqt-vaqtida qilolmay qolganlam yerim bor. Zintim Dilxush degan doyun xavrimga chiqiryotiman qaplama altınlarni. Hozirgi bu Dilxush altın deganda xavrimda burunqi zibuzinatlarimni seri qaruq esib turib satyapman. Lekin qaplama altınlarimni Zintim Dilxush deb pininchi bassanglar, yeni bir cho'ng xavrimda qaplama altınlarni chiqiryotiman. Cuma aziz tuqqanlar. Hammanglarga rahmat amsa. Film bize uzun bo'lib qopti. Shunday bo'lsin bir ko'rib o'tasizlar. Xo'sh